Bitta savol holigacha ko'p keladi. Buni bilayotganlar ham bor, bilmayotganlar ham bor. Mana shu videomizni oxirigacha ko'ringizlar. Barcha savollarga javob berishga harakat qilaman. Oxirgi videolarimdan kelgan savollardan biri telefon qilib ham so'rashadi. 90% kuzatuvchilar bez podpiska ko'radi. Podpisatsiya qilib qo'yingizlar. Aeroportdagi yangiliklarni, qanaqadir holatlar hammasini sizlarga ko'rsatib boraman. Основной keladigan savoldan bittasi, holigacha bilmayotganlar bor. 2026-yil Sankt-Peterburgda patent to'lovi necha pul bo'lgan? Buni juda ko'plar biladi, bilmayotganlar holigacha bor ekan. 6000 dan ham даже to'laganlar bor ekan. Iloji boricha mana shu videoni maksimal tarqatingizlar, bittadan like bosib. Sankt-Peterburgda 8000 rubl bo'lgan 2026-yil. Kimki agar 2025-yil period 4 oy, 5 oyga to'lab qo'ygan bo'lsa 6000 dan, ular raznica to'lov qilmaydi. Agar siz 2026-yil to'lov qilayotgan bo'lsangiz, hatman 8000 rubl pul to'lov qilasiz. Mana shu videoni yaqinlaringizga Sankt-Peterburgda yashayotgan aka-ukalarimizga yuborib qo'yasizlar. Qanaqadir savollar bo'lsa, kommentariy ochiq yozib qoldiringizlar. Kelgusi videoda yana savollaringizga javob berib o'taman.